Gelin, gelin. Bunları verin. Verin. Şuraya bağlıyor ama böyle dedi. Hakikaten şaker abi. Bu İstanbul'da ne böyle şaker? Şaker. Endi bu yerda faxriy polvonlarimiz xafa bo'lmasa men ilk kishiga so'z beramiz. Chunki hammaga so'z berishga niyatimiz yo'q. Vaqtimiz ham chegaralangan. Assalomu alaykum. Hurmatli kurash ishqibozlari. Mana shu yigitni zoti halol. Bugun Qashqadaryodan 200 ta polvon keldi. Turay polvon taklifi bilan mana bugun to'y egalarini shunday chiroyli to'y tashkil qilgani bilan avvalo Qashqadaryo xalqi nomidan va kurashchilar nomidan shu oila a'zolarini shu bugun chin yurakdan samimiy muborakbod etishga ruxsat berasizlar. Chiroyli bitta qarsak chalinglar o'rtoqlar. Chunki Qashqadaryo, Surxondaryo degani bu Hasan Husan degani. Mana bugun do'stlik, borish kelishlilik, ana kurashlarning shunday chiroyli bo'lishiga akalar sizlar sababchisizlar. Mana bizlar so'zimizda turib hoji ming rahmat sizga. 200 ta polvon Qashqadaryodan keldi. Keyingi to'ylarda 400 ta keladi. To'ylar muborak bo'lsin. Musofir davlatda kuzatayotganlarning ham hammasi mana shunday to'ylarga yetsin. Amin. Allohu akbar. To'ylar muborak bo'lsin akajon. Yakunam bo'ladi. Bo'ldi, davrani bo'shatinglar. Rahmat e'tibor uchun asosiy katta rahmat Norka aka sizga. Qashqadaryo polvonlarini Norka akaga bitta chiroyli qarsak. Rahmat. Bordi keldi uzilmasin. Rahmat, kunimiz davom etadi. Bo'ldi, davradan hamma chiqib ketamiz. Angordan o'tgan polvondan 300 ming so'm mehmon keldi. Mana mehmon keldi-chi. Aktam polvonga ot ustiga $200 qo'yib beraman. Zokir Bekolga katta rahmat ana. Hammani e'tiboriga, hammani ko'ngliga, hammani $100 bor. Faxriddin polvonga $100 qo'ydi. Zokir polvonga katta rahmat. Yo endi kuroq o'zi bilan xulosalari. Endi bitta narsa yechim qilamiz. Norquvvat polvon meni oldimga. Norquvvat polvon. Norquvvat. Kelmen oldimga. Norquvvat aka. Kurash davom etaveradi. Faqat quloq solib turasizlar. Norquvvat aka. Qashqadaryo Islom polvon. Qashqadaryo Islom polvon. Shoshmang, bir minut qo'ying. Bir minut. Islom ke, Islom. Islom ke.
Qashqadaryo Islom polvon, Surxondaryo Norquvvat polvon. To'y egasi nomidan yozing. Bitta Nortuya, bitta Trigo, bir Trigo o'tkiz, bir chori qo'y, bir chori sarka $500 bor. Qodir polvon, boyagi nima bo'ldi? Berdimi? Hazratim. Surxondaryo, Qashqadaryo, Mirjalol polvon. Yetog'iga bitta Nortuyasi bor. Oldi. Kim qaraydi bunga? Yegzor. Kurashma. Surxondaryoning maydonini ham rasvo qilding. Hech qachon bunaqa maydon bo'lmadi. Hech qachon. Kurashma. Bironta kurashmaydi. Davradan chiqib ketdi yo'q, davradan chiqib ketdi. Davradan muqovlar ham chiqib ketdi. Bir tiyga qimmat muqovlar bor davraga. Bir ikkitasi. Davradan chiqadi. Davay, kurashma. Kurashma. Hozir durmang. Ketaman hozir. Sizlarga hozir bizda xalqimiz to'ylarga to'lov qilib, boshqa qilib bizda xavfsizligimizni ta'minlashlari kerakmi? Chiqaring mana nishonlarni. Nima endi bekovli bo'ldi degan o'lib ketish kerakmi o'rtaga? Chiqaring nishonlarni.
Bo'ldi endi. Davradagilar, blogerlar, sizlar ham yoyilinglar. Kurashamiz yigitlar. Kurash. Ravshan 1 minut. Rahmon, kelmeyapti, Rahmon. O'ralga ke. Mana o'zimizda Surxondaryoni o'ri uchun kurashayotgan 81 kilolik polvonni zo'ri shu. Ke, tuya qo'yaman, ke. Rahmon, bor. Bosh makon oldigan. Turdi polvon Hojiboy bu yoqqa keling. Ponka bu yoqqa, Ponka. Qashqadaryo. Turdi polvon Hojiboy bu yoqqa keling. Ziyo, bu yoqqa. Og'aylar, mana shu ot zotni, mana Rustam aka, mana shu Turdi polvon buvoni o'g'li Shuhrat polvon. Hozir endi ayrim sabablarga oramizda yo'q. Bir duo qilay, Xudo taolo shu yigitning mushkulini oson qilsin, shu davraga kelsin-da, katta to'ylar bersin, umri uzoq bo'lsin. Akalarimiz ham bir-biriga bo'lgan mehr oqibati to qiyomatgacha bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Shuhratning o'g'liga sovg'a. Mana egalik qiling. Bo'ldi, kurash davom etadi. Jo'ra, yaxga jo'ra. Qancha tanlovidan $200 mehmon keldi. Yozing Bokovul. Shohruz polvon Angordan va Yozirbekka Otabek. Shohruz Angordan, Ramazon Charqo'rg'ondan. Yozing. Ekoviga qo'ldonlar ho'kiz 500 ming so'm puli bor. Charqo'rg'ondan Abdurahmon polvon. Boysundan Otabek polvon. Ekoviga pul berdim momasining nomidan. Bitta tuya, bir ho'kiz $200. Amin. Og'aylar, mana hozir bir davrada bir Temurbek degan jiyanimiz mazasi yo'q ekan, bir qo'l ochib duo qilaylik. Xudo taolo shifoi karamidan shifoi komil ato qilsin, sog' salomat bo'lsin-da, elga aralab yurishini Alloh nasib aylasin. Ekoviga bor yozdim, 1 million pul. Og'aylar, mana shu yerda Zarit degan ukamiz o'tiribdi. Chorshanba eski Angor bozorini tiklagan shu yigit taqiga duo qilaylik, ishiga rivoj bersin, kasbdorga bir oy mollardan chek olmaydi. Amin. Allohu akbar. Aka, necha qildingiz? Davradan chiqingdan banga. Chiqing. Chiq. Baylar turga qo'ysa yana hech kimani beryapti. Aka kimsiz? Baxtiyor. Kimga aka? Shunday qo'rg'onlar aka.
Yo Rashid, nimaga zot top ketasan? Ya o öyle nasıl diyor? Ya men eshitdim, men yo'q edim. Buni zaten berish kerak. Baxtiyor, u qo'li og'ridi, endi u atlasga qilyapti. Olishmaydi. Endi u olishmasa bu nimadir qilish kerak emas. Hozir beriyorsa bo'ladi. Olishmayman desa, bu ham desa, Hozir bitta yechim bo'ladi. Qo'li chiqib ketgan. Emasman deyapti. Qani Erali polvon chaqiring bergan Qashqadaryo masalasini yechsin. Barka aka. Men ko'ryapman. Olishtirmaysizlar. Ya olishtiram. Shu qaysi bilan bo'lsa olishtirgan bo'ladi. Hey, Qashqadaryodan mana Ponka, mana Botir turibdi. Kemaysanmi? Jamshid. Yo'q. Qashqadaryo, Ponka polvon. Javohir. Surxondaryo, Jamshid polvon. Ikkoviga ko'ring, qiring, ot ustiga 100 puli bor. Ot $1000 dan kam emas. Hayda. 20 Botirga kelibdi. Soat 9'dan kelib qolaman. Kes qil. Ikkovi bo'lsin. To'xtatib tur, davlat o'lib ketib qoladi. To'xtatib tur. Endi nima bo'ladi? Birdan tugatamiz. Ya u keldi. Yetog'ini oldi saytib, qo'lim chiqib ketdi lekin olishaman lekin qo'limda bo'lmayapti. Boshdan texnik nokaut. Tushuntirdimda. Bana. Qashqadaryo Botir, Surxondaryo Hoji, ikkoviga 4 yashar ot $100 puli bor. Amin. Trigot. Endi tartib. Tartib. 465 Qodir Oyolda. Shoshmanglar. Akmal polvon Qashqadaryo tegakka. Endi yana bitta narsani biz ertalab boq etgandik, shu narsaga yechim qilib ketamiz.
Gulbahorlik shofyor, ke mana tojikistonliklar seni kutib o'tiribdi mana bu ko'rlarga. Akmal. Boshingga bor. Akmal. Qashqadaryo Akmal polvon. Akmal bereke Akmal. Akmal Qashqadaryo. Duosi ko'r. Mana o'tkir polvon davraga keldi. Bir yigitlarga ham duo qilaylik. Ilohim, Parvardigoro, yigitlarga rizqini butunchiga Parvardigor bir yurt sha'ni uchun kurashayapti. Inshaalloh bu polvonlar borchini ortsa Xudoning nazari keyin Olimpiada. İnşallah onu nazardan çekte koymasın. Keyin Olimpiada bayrog'ini balandga ko'targanini ko'raylik. Amin. Savlatda mikrofon. $500 yigitga sovg'a. Mana bu Rustam bilan Akmalning holati. Ikkovi kurashayotgan paytda ikkita qo'li chiqib ketyapti. Men boshida aytganman, texnik nokaut beryapti. Bu yigit olishaman deyapti. U olishga nimasi imkoniyati tugadi. Buni nima qilish kerak? Zotini berish kerakmi? Mana bo'ldi. Men u yigitga ham $100 berdim. Zotini to'lib berdim. Qashqadaryo temir Do'gaynaki chiqdi uka. Rahmon chiqdi endi. O'zi yana bir chaqiraman zotini beraveradi. Eshdi Qashqadaryo Javohir polvon, Tonka Surxondaryo Jamshid polvon. Amin. Salomating bersin. Qashqadaryo Hizmetin polvon, Surxondaryo Suhrat polvon. Uga bitta chiqaydi oradan.
Och to'g'ri ekan. Bo'ldi, mana Sherobod polvonlariga bitta suv uzib qilib bormani shu yigitdan. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Men 100 ming serversing. Hayrat. Bo'ldi. Mana bosdi. Botir bosdi, Qashqadaryo bosdi. Ve Orol Manyolga kim oluşadi? Ot tuya qo'yaman. Fazliddin bosdimi? Barakallah, rahmat. Shu bugungi Qashqadaryo polvonlariga rahmat. Qarsak chalinglar, Surxondaryoliklar. Rahmat. Juda yaxshi tayyorgarligi bilan kelgan ekan. Rahmat, umrlari uzoq bo'lsin. Yo'q. Olishtiring. Temur Qashqadaryo chiqasanmi yo'qmi oxirgi aytishi. Zotini beraveraman. Chiqdi uka duogangni. Bo'ldi, bu kolni oldini bo'shataman. Botir bu yoqqa zotingni beradi, bu yoqqa. Fazli Suhrovni bosdi. Botir polvon Bokovul yozing. Ziyo polvon yozing. Ekoga 1 notiya $200 bor. Amin. Allohu akbar. Bitta mana Pachin deding, bitta formali emasmalarni qo'yib berdik. Qo'yib ber duo. Davay, ayda. Deb o'tirib zotini berdi. Bo'shat. Fazli polvon yo'q, akasini bosding deydi, origa ketdi-da. Fazli polvon, Oybek polvon. Yo'q, to'xta. Fazlini beqachon. Bor Fazlini beqachon. Bor, tez. Endi menga qara, tez bor. Seni katta davra kutyapti. Fazli menga qara, hozir Qashqadaryoni bir zo'r polvoni. Hayda. Fazli aka, Zohid aka. Aylanay sendan taroziga qo'yaman, Zohiddan 25 kilo olsan. 25 kilo. Aylanay sendan. Direktor. Qo'maning o'tirib tur. Qo'maning o'tir. O'tir qo'maning. Zohid aka. Fazliddin, aylanay sendan. Rahmat. Birinchi marta Qashqadaryoni betovlariga rahmat.
kurashimizni juda chiroyli bo'lishiga sabab bo'lib, shuncha polvonni olib kelgan otasiga rahmat. Safari bexatar bo'lsin, sog' salomat manzilga yetsin. Amin. Allohu akbar. Yo'zbek ovul super tovoq boshlandi. Super tovoq avtomobil 5 minut suv ichasan, obitobingni qilasan, yo'lovni qilasan. Ma'qulmi xalq? Boqqacha. Tomosha olishtiringlar, ha? Aktam polvon. Yo'qladim mana. Aktam polvon. Birot $200 halolab oldi mana. Aktam polvon tabriklaymiz. Yaxshi bosganiga qo'shildi. Ha, mana bonusam berdi. Tegasi gap yo'q mana. Aktam polvonni tegasi oldiga bosgan. Eksotim. 10 minut tamomlasan. Bo'ldi. Duoni olgin, borib 10 minut desa. Duoni olgin, 10 minut senga ruxsat. Yo'q. Aktam polvonga. Yo'q. Qashqadaryo. Qashqadaryo Aktam polvon. Surxondaryo ikki polvon. Ekolog bir polvon. To'shqadan biz olib chiqmasammi? Bor, votimda. Votimda. Mas'ud. Jonimcha. Erkomlikka sotilmaydi bo'ladi. $200. Peki, omadingiz bersin.